Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar, qanaqasizlar? Yaxshidami? Assalomu ro'za bilan charchamayapsizlarmi? Bir kelin bir yilda 4 marta umraga boribdi-da eri bilan. Endi yana ketaman deyotganmish. Bu yerda qaynonasi urushayotgan ekan. Ha, umraga o'yinchoq emas-ku. Inson zoti bir yilda o'z umra davomida bir marta borsa yetadi umraga. Hadi boravermaydi, umra haj qilib yuravermaydi. Odamlarga ko'z qilib, rasmlarga tushib, Instagramlarga qo'yasiz, u yoqqa qo'yasiz, bu yoqqa qo'yasiz deb urishibdi-da. Shunga endi ajrashaman deyotganmish. Shu to'g'ri ishmi shu? Inson zoti, inson umrida bir marta boradi hajga, umraga, misol uchun bitta umraga boradi, keyin katta hajga boradi. Bu kelin ro'zalarni o'sha yerda o'tkazishimiz kerak. Mana ozgina bo'lsa, ozgina qoldi ro'za tugashiga ketamiz. Endi eri lo'qroqda, xotinini aytgani qiladi. Qaynonasiga bormaysiz debdi qaynotasi bilan. O'shanga 4 ta bolasini qaynonasiga tashab, erini ham tashab, oyisini uyiga ketvaribdi. Ro'za kunlarida yaxshi yana hijobli kelinmish. Abdis qursin sizni kelin bo'lgan. Jinni bo'lsangiz jinniman deng. Ro'zani kunida qaynonani xizmatini qilmasdan umraga ketishga balo bormi? Odamlarga ko'z qilib, rasmlarga tushib, voy istoriyalarga qo'yibman, voy rasmlarga tushibman deb. Hech qayerda bor ekan bunaqa narsa, tavba astag'firullah-ku. Odam umrida bir marta borsa bo'ladi, anaqaga umraga, hajga. Atak o'yinchoq emas, hozir o'yinchoq bo'lib qoldi. Ha, sen lekinlab borishadi kerak. Mayli boraversa, endi hamma o'zi biladi-yu. Lekin qaynonasi shunaqa yig'lab menga SMS yozdi. Noroxon, shu narsa nima deb o'ylaysiz siz deydi. Shu to'g'rimi qilgan ishlari dedi, noto'g'ri holat dedi. 4 ta bolani tashlab ketvardi onasinikiga deydi. O'shim ketkizvaring borlarini bermen dedim. Bir bolalar sizga o'ylayaptiki, men borib olib keladi o'g'lim deb. O'g'lim ham sotaqishini qo'tiga kirib ketgan deydi. Aytdimki, qaynonasiga xola dedim, bolalarni olib o'tiravering dedim. Jolis bilan dedim. Kelsa kirgizmay endi dedim. Ro'zani kunida hijobli xotin ekan. Ozgina uyal, umumiy abding qursin sana. Qanaqa kelinlar bor ekan, umraga ketaman deb ziyoratga borishimiz kerak deb eriga biletlarni oldirgan. Ziyoratlar ham kuyib ketgan, bordirmagan onasi, qaynonasi bordirmagan. Biletlar kuyib ketgan. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Sizlar nima deb o'ylashinglar? Bu qanaqa tushunish mumkin bu narsani? Shu kelin yaxshi ish qildimi? Ro'zani kunida qaynonasini qarg'ishini, dilini og'ritib, yana bolalarni tashlab ketibdi. Eng chaqir kichkina bolasi 1 yosh 3 oylik ekan. Emizuvli bolani kerak emas menga, bola o'zi qarab ketibdi uyiga. Erta 3 kundan keyin keladi, qaynonasi kirgizmaydi. Sog' bo'linglar jonlarim. Fikringlarni qoldiringlar.